Yosh bolalarda xotira sustligi, diqqat tanqisligi, bog'cha programmalari, maktab programmalarini yaxshi o'zlashtira olmaslik. Ko'p bolalar bilan gaplashsak, gapingizni tushunadi, lekin jicha turib so'rasangiz aytib beradi. Eshitadi o'sha paytda, tushunadi, lekin esdan chiqadi. Bu bolalarda o'sha diqqat tanqisligi sindromi boshlangan. Bolani chalg'itadigan, fikrini bir joyga jamlanmaydigan informatsiyalarda ko'payib ketganligi. Ya'ni telefon, televizor, har xil o'yinlar, vaqtni o'g'irlaydigan narsalarda ko'payib ketishi. Aqliy, jismoniy rivojlanishini yaxshilash uchun, xotirasini yaxshilash uchun birinchi o'rinda sport bilan shug'ullanishiga e'tibor berish kerak. Erta yoshli davrdan boshlab. Ovqatlanishiga hozirgi mana kunda eng ko'payib ketdi yarim tayyor narsalar yoki trans narsalardan voz kechish kerak. Gazli ichimliklar, har xil shirinliklar, xrustiklar, chipslar, bular ko'pi tabiiy narsa emas. Shundan voz kechish kerak. Shunda biz bolalarimizda aqlida o'sish, xotirasining kuchayishi, jismonan sog'lom bo'lish kuzatiladi.